Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed İbni İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namlı kitabıda biz bugün taharet münasebetlik tüvendeki babını okuyumuz. Bu babda tapanını yuş hakkındaki mezmun bayan kılınan bir hadis. Bu mesele ne bunu Allah edip bir yerde eskertiştik sebep bu mu taharetki nayet muhim bir hüküm boğaçka bunu Allah edip eskertip bayan kılıvatıdı. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu yerde hadisini keltirishdan burun İbn Sirin rahmetullahi aleyhniki bir qilmishini bayon qilib mundaq deydi. İbn Sirin rahmetullahi aleyh tarat olgan vaqtida quloqsog'i uzukninki o'rnini yuvatdi deydi. İbn Sirin nayet büyük katta tabiillardan Ebu Hureyre radhiyallahu anhu'niki kuyog'li nayet büyük allame muhaddislar qatoridagi bir kishi hamdi bu. Lekin İbn Sirin'den başka Maymun ibn Mihran qatarlıq ulamalarniki, aynı devirdeki hafizlarniki qilmishida qo'lni yug'a vaqtida uzuk bo'lsa, uzukni sal medeltib qo'yadi deydi. Medeltib qo'ygandan keyin suv üstün deb. Bular shuningdan kupaylarga. Ammo İbn Sirin uni alayda yug'ganda shuning uchun ulamalar bu masalada xilma-xil qarashlarda bo'lgan. Ammo Hanifi mazhabda sağğa üzük bek nayetliqi ching bo'lsa vaqtida buni cho'qimida harakatlantirish kerak dedi. Harakatlantirgan vaqtida qo'lga bir xilal qilganga o'xshash bir holat paydo bo'ladi. Mushu kifoya degan. Ammo bu uzuk kengroq bo'lib qolsa uni medirlatishniki hojati yo'q deb qaragan. Bu qarashni İmam Shafiy, İmam Ahmad qatorliq ulamolarmi mush qarashni yoqlagan. Çünkü bularning bu jihatki dalil isboti Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki tarat olgan vaqtida uzukni medilatganligi haqidagi Rasulullohning qilmishini asosliq dalil qilgan. Ulamolar nimishqa bu masalada bunchalar talash-tortish qiladi degan vaqtida agar uzukni shunday medilatsak, o uzuk boyaga xuddi masih qilgan shaklini berdi. Tuyg'un berdi. Ama uzukni solsa vaqtida bir yo'g'onlik holat kelib chiqadi. Shunga demak, uzukning o'rnini bu yerda masih qilish kifoya bo'lamdi yoki cho'qim yuvish kerakmi degan asosda ulamolarning bu yerda turli dalil isbotlarga ko'ra kelib chiqqan bularniki ixtilobi. Bu 165-numurli hadisda İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizga Adem ibn Abi Iyas hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kişinin tercümalı ötken. Bu kişi deydi bizga Şu'be hadis so'zlab bergan edi deydi. Şu'be ibn Hajjaj degan kishi tercümalı ötdi. Bu kişi deydi bizga Muhammed ibn Ziyad degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Muhammed ibn Ziyadni Abul Haris al-Jumahi deb mundaq ataladi. Bu adam o'zi Basrda yashagan sahobalardan Osmon ibn Maz'unniki ozodkardisi deb ta'riflangan. O'zini ishonchli tabi'in ko'pligan ayni davrdagi tabiiy tabiillarniki ustoz bo'ladi. Nurg'un sahobalarni ustoz tutgan jumladan Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Bu kishi deydi, men Abu Hurayraning mundaq holatlarini men anglagandim, ya bunda deyallikni anglagan edim deydi. O Abu Hurayra bizning qishimizdan unda o'tib ketayotgan bo'lsa, boshqalar tarat elayotgan bo'lsa, bir chaynakdan yoki bir daslardan degandek shuna deydiganda Abu Hurayra taratni ait komil, mukammel ilinglar dedi. Bu yerdagi isbog' ya'ni komil degan gap har bir a'zoni shu o'lchamli holatda yuvinglar degan bo'ldi. Suvni o'jir bujaralariga ulab, suvni opirib, yetkizib demoqchida. Haqiqatan Payg'ambar alayhissalatu vassalam vaylun lil aqabi minan nar tapallarga vaylun degan davzax bo'lsin degan edi deydi. Yani tapınni yulmagan, tapınni chala qo'ydigan, taratni chala oladigan mushtaq kishilarga qarata Rasululloh bu yerda la'natkarda duoni qilgan bu yerda. Bu hadisniki sharisi boshda bir necha qatim o'tdi bo'g'ay. Bu yerda Abul Qasim deganni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki kunyasi. Rasululloh Abul Qasim degan kunya bilan mashhur edi.
Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.